Yaponiya Bosh ministri Kishida vazifaga o'tirgandan buyon tunji qatim Xitoy prezidenti Shi Jinping bilan telefonlashdi. U Xitoyni ijobiy va muqim ikki taraflik munosabat o'rnatishga chaqirdi. Kishida yig'indan keyin muxbirlarga bergan bayonotida Hong Kong va Uyg'ur rayonining vaziyatini muzokara qilganligini aytdi. Tayvan Xitoy prezidenti Shi Jinpingning Tayvan Xitoy bilan birlikda keladi degan so'ziga inkas qaytardi. Xitoy prezidenti Shi Jinping Shanxay inqilobining 110 yillik munosabati bilan qilgan so'zida Tayvan haqida to'xtalib, Xitoy bilan Tayvanning birlashishining amalga oshirganligini aytdi. Tayvan prezident ishxonasi e'lon qilgan bayonotida Tayvanning kelgusini Tayvanliklar qaror qiladi deyildi. Bayonotda yana Xitoy cho'qim parokandachilik silish, buzg'unchilik qilish va ig'vogarchilik harakatlaridan voz kechishi kerak deyildi. Afg'oniston Taliban hukumati va Amerika vakillari o'miki Amerika Afg'onistondan chekinib chiqqandan keyin tunji qatim Dohada 100 turani ko'rishdi. Yig'in jarayonida Amerika bilan Afg'oniston o'rtasida yangi sahifa ichish masalasi o'tirib qo'yildi. Yana bir tarafdan Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonoti bu uchrashishning Amerikaning Afg'onistondagi Taliban hukumatini e'tirof qiladiganligidan derak bermaydiganligini ta'kidladi. Rossiyaning Orenburg rayonida soxta haraqdan zaharlanib qazo qilganlarning soni 29 ga yetdi. Rossiya matbuotlarida tunugun Orenburg shahrida 54 kishining soxta spirtdan zaharlanganligi xabar qilingan edi. Amerika dengiz armiyasi hujum tipidagi yadro suvosti paraxti USS Connecticutning qarorlik safar jarayonida noma'lum jismga so'qilganligini, lekin bexatar va muqim holatda ekanligini aytdi. Doiralar voqeaning o'rnini oshkorlamagan bo'lsa-mu, ismini oshkorlamagan armiya doiralari suvosti paraxtining Janubiy dengizga xalqaroliq so'yilida noma'lum jismga so'qilganligini aytdi. Voqeada 11 kishining yaralanganligini e'lon qildi. Germaniya soqchilari Berlindagi Amerika elchixonasining xizmatchilariga qaratilgan sonik qurol hujumini tekshirayotganligini bildirdi. Egallanishicha, dunyo miqyosida rahbarlar, diplomatlar va axborot xodimlariga qaratilgan mikrodo'lqinli hujumlar ko'paymoqda ekan. 13-navbatlik Sharqi Turkistonliklar qarindoshlik uchrashishi va 4-navbatlik Sharqi Turkiston Milliy birlik shurosi tunugun Bosniya poytaxti Sarayevoda rasmiy boshlandi.